Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve la haber min salatu ve salam Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ecmaîn. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın bendelerine bergen nimetini hiç hesaba yetib bolmaydı onu. Allah subhanahu her bir narsasi bir nimet, bir ulug' nimetlerini hisoblab ado qilib bolmaydi. Ayniqsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayıq nevi ve rahmetullah'a bergen nimetlerini. Mana müminlerini, hatta kabirlarga qo'yishim, kabirlar qo'yishim bir ulug' nimet mana. Müminlerini o'lgan xor bo'lmaydi mana. Muhammed aleyhisselam'ın ümmetleriga berilgan bu narsa. Bizlarni yo Hristiyanlarga, Yevrelarga o'xshab tağut ishga qamab qo'ymaydi. Ya bo'lmasa Budistlarga o'xshab o tog'ga chiqib, ya qirqab chiqib bir aydalaga tashlab, quzg'unlarga, chiya bo'rilarga ya boshqa yirtqich hayvonlarga yem qildirib qo'ymaydi. Ya bo'lmasa xillarga o'xshab o'tqa yoqib, yarmini yoqib, yarmini suvga tashlab yubormaydi. O'tda kuydirmaydi Budistlarga o'xshab. Bunun için bizler mana bemalol uylarga yotadi, kirgizadi, qo'yadi. Tağutun işte o'zini najasiga o'zi qarilib yotmaydi. Past mana sal qiya bo'ladi, pastga qarab boqib ketadi najaslar. Tuproqda joy singib, yerga singib, yerda yo'q bo'lib ketadi. Allohning bu ne'matlarini qaysi birini inkor qilasizlar? Allah'ın bu müminlerge bergen, Müslümanlarga bergen nimetini 5 mahal emas, 50 mahal okusanlar azdır. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.